yoki siz bilmaysiz yoki sizni malakali mutaxassis emas, narx qiziqtiradi. Oxirgi paytda direktimda 0.5 filler qilib berasizmi yoki 0.5 preparatli qilib berasizmi, arzonroq qilib berasizmi degan savollar ko'payib ketdi. Men mutaxassislarni yomonlamoqchi emasman, lekin ongi bor, bilimi bor, insofi bor mutaxassis bitta preparatni ikkita odamga qilmaydi, hattoki opa-singil bo'lsa ham. Aziz opa, o'zim tengi qizlardan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, biz kattalar xohlamaymiz. Xo'p. 0.5 qildirishni xohlaymiz. Shunaqa vaziyatda qanaqa maslahat berasiz? Xo'p, men sizlarga maslahat beraman. Avvalambor, oldingizda ochilsin filler. Har doim. Xolodilnikdan 0.5 olib berilgan bu juda katta xato, chunki babu qon tegadi, shprits tegadi, kontakt bo'ladi, nima virus, nima infeksiya bilmaysiz sizdan oldingi odamda nima bo'lgan, to'g'rimi? Bu baribir hech qanaqa gigiyenaga to'g'ri kelmaydi. Birinchi shart oldingizda ochilsin. Ikkinchi shart nima xohlaysiz? 0.5 xohlaysizmi lavga? 0.5 qilinsin mayli, lekin qolgan 0.5 ni pustotalar ko'p yuzda. Shu pustotalaringizga qilib yuborilsin. Sizga ishlatilinsin. Tushunasizmi? Men singiz bilan borasizmi, opingiz bilan borasizmi? Faqat har bittaligiga alohida ochilishi shart. 20-30 dollar ekonom qilaman deb kerak bo'lsa butun umriga o'zingizga kasal orttirib olishingiz mumkin. Shuning uchun maslahatim hech qachon arzon narsaga uchmang va har doim sog'lig'ingizni birinchi o'ringa qo'ying.